Diqqat, diqqat e'lon. Vodiyimizda yangi mavsumimizning birinchi chempionat ko'pkarisi belgilandi. Namangan viloyati Chortoq tumanida yashovchi Rasulov Bahodir hoji akamiz o'g'illari Jamshidbek, Rashidbek farzandlari Ikromjon, Qobiljon, Xurshidbek javohirlarning xatna to'yi munosabati bilan o'tkaziladigan chempionat ko'pkarimizga barcha yurtimizning otboz va polvonlarini taklif qilib qolamiz. Uloq ko'pkarimiz 2025-yil 6-noyabr kuni Namangan viloyati Chortoq tumani Uchsoy maydonida bo'lib o'tadi. Ko'pkarimiz solimlari 2 ta tuya, 30 ta sarka, 4 ta toy, 15 ta gilam, 5 ta plazma ekranli televizor, qolaversa surpriz solimlar, pulli solimlar siz aziz polvonlarimizni kutib turibdi. Barcha uloq ko'pkariga mehr qo'ygan otboz va polvonlarimizni chempionat ko'pkarimizga chorlab qolamiz. Uloq ko'pkarimizni Farg'ona, Qo'qon Zafar hoji akamiz olib boradi. Uloq ko'pkarimiz soat 11:00 da boshlanadi. Siz aziz vodiyliklardan shu kuniga uloq ko'pkari belgilamasligingizni iltimos qilib qolamiz va albatta barchalaringizni yana bir bor chempionat ko'pkarimizga Rasulov Bahodir hoji akamiz farzandlarini ko'pkarisiga chorlab qolamiz. Ko'pkarimiz 2025-yil 6-noyabr kuni Namangan viloyati Chortoq tumani Uchsoy maydonida bo'lib o'tadi. Barchalaringizni maydonimizda kutib qolamiz.